Dongzho'nun padişahını zəhərləb öldürüşü və yeni padişahını taxtga o'ltirg'izishi. Yaxshi mislar do'stlar, undaq bo'lsa, uch padişahlık haqida qissani yana davomli so'zlab ketdik. Dongzho Lübuga ega bo'ldi, cho'ng sandiqqa ega bo'ldi. Dingyuandek cho'ng dushmanni yo'qotdi. Shuning bilan buningki endi cho'ng kushandisi qolmadi, buning qarshi turadigan odam qolmagandan keyin bu endi planni yana davomlashtirishga boshlaydi. Yana bardiq o'da ahkomlarini, vazirlarni yig'ib akilib, yillik planni o'tirib qo'ydi. Padişahni almashtirmaymiz deb. Bu vaqtda hech kim qarshi chiqmaydigan bo'ldi deb o'ylab turgan vaqtda buningga bir odam qarshi chiqdi. Ya'ni kim degan vaqtda Yuanshao. Yuanshao o'rnidan turibla, sen nima huquqingga padişahni almashtirmoqchisan? Nemish padişahni almashtirmaymiz, biz almashtirmaymiz, men qarshi chiqaman degandan keyin Dongzho qilishini vash sug'urdi. Tangla Yuanshao'ni sug'urdi. Senda qilish bo'lsa, mendan ba qilish deb qilishini sug'agandan keyin shuning bilan o'rdagi barliq shu orada ahkomlari, vazirlar hayron qoldi. Ko'zim mashunda pal ichib qoldi-da. Nima ish bo'la endi deb turgan vaqtda bu yerda ya'ni Liru degan odam bu yerda ajr tutdi. Asli Dongzho nima degan vaqtda Lübuga yushurincha shu buyruq tushirib, kim men qarshi chiqsa shuning kallasini ol degan bir vazifani topshirgan. Ammo bu vaqtda qanday bo'ldi ekan, Dongzho bilan Lübu Yuanshao'ni o'ldirmay qoladi. Ham Yuanshao'niki mushadagi yurakligi, ya'ni buni yuraklik desakmi bo'ladi, do'tlik desakmi bo'ladi mushad. Agar salla diqqat qilmagan bo'lsa, balkim Yuanshao mushadla kallasi indib o'lib ketadi-da. Ham Dongzho bilan Lübu buni o'ldirmay qoladi. Shuning bilan bu yerda tirkishib turgan vaqtda Yuanshao'ning kallasi ishlab, peshini bir qiqibla bo'ldi, men o'rnidan chiqatdim. Bundaq amalni tutmabdiman, yurtimni qaytaman debla chiqdi. Chiqatgandan keyin Dongzho Lübu'larningki buning bilan kar olmaydi. Bo'ptilar. Amalni tashlab ketmamdi. Buning bilan karimiz olmasin deb buni o'ldirmay qoladi. Ammo keyin Dongzho Yuanshao'ni o'ldirmaganligiga haqiqatan pushaymon qildi. Ham Dongzho ketgandan keyin bu Yuanshao ketgandan keyin Dongzho'ga qarshi chiqadigan bu yerda hech kim qolmadi. Qolmagandan keyin bu endi planni asta-asta amalga oshirdi. Ya'ni qanday qildi degan vaqtda Liu Bian bilan Liu Xi'ni aklab taxt o'tqazib, Liu Bianni ya'ni yorliqdan birini tushirgizdi xonishga. Yorliqdan birini tushirgizib, Liu Bianni padişahlıktan tushirdi, Liu Xi'ni padişahlıkka tayinlaydi. Undan keyin Liu Bianni o'rniga band qilib qo'ydi. Shuning bilan bu yerdagi Dongzho'ningki uzun vaqt tuzgan o'zining kuchini zo'raytirish plani haqiqiy amalga oshdi. O'zini asta-asta kuchaytirib, amalini cho'ngaytirib, shu Dongzho, Dongchengxiang, ya'ni Dong vazir, Dongbosh vazir demdik, shu amalga o'zini qo'yib oladi. Undan keyin bu hamda shu Liu Bian, ya'ni koni padişahni o'rniga band qilib qo'ydi. Endi bu band qilib qo'yish bilan to'xtab qolmaydi. Bu o'ylaydi-da, bu burungi padişah. Buni men almashtirib etdim. Lekin buningga shu o'rdadagi vazirlarningki hech qaysi qo'shilmagan, hammasining ichida g'umi bor. Buning hammasi qarshi chiqqan. Lekin menga o'xti qo'pib qarshi chiqolmaganligi uchun jim turyapti. Ammo keyin olimlarda o'zgarishib qolsa yoki ularning kuchi zo'rayib qolsa, balkim yana burungi Liu Bian padişah qilib tayinlab Liu Xi'ni tushirib o'tish mumkin. Shunga men buni yiltizdan bir taraf qo'yish uchun Liu Bianni o'ldirib o'tay degan bir plan tuzdi. Shuning bilan bu Liu Bianga sharob inom qildi. Qanday sharob degan vaqtda ichiga zahar silangan sharob. Bu sharob keltirilgandan keyin Liu Bian unchalik do'tamas, kichik bola bo'lsa-mu, buningda cho'qim masli borligini bilib qilib ishkil olmaydi. Shuning bilan ishkil olmagandan keyin buningga zo'rlab ish kuzib, oxiri Liu Bianni qaslab o'ldirib o'tdi. Shuning bilan asldagi padişah o'lib ketdi. Liu Xi mana birdan bir padişah qilib qoladi. Shuning bilan bu Dongzho'ningki huquqiga ta'sir yetkazadigan yoki bo'lmasa keyingi shu o'zgarishlarga shu sabab bo'lib qolgan hamma narsa yo'qaydi.
Undaq bolsa, Dongjuo'ninki padişahni almashtirish, ya'ni padishahni qasdlab o'ldirish hikoyasini mushunchalik so'zlab turdi. Agar do'stlar filmni yoqtirgan bo'lsanglar, ostiga inkoslarni yozib qo'ygan bo'lsanglar, yuraklarni ayamagan bo'lsanglar.